Top 3 kvadrat metri eng arzon narxi esa 50 mingdan 60 ming dollargacha bo'lgan novostroykalarda korobka holatidagi yoki ta'mirsiz holatidagi kadastrli uylar bilan tanishib chiqamiz. Marhamat, ketdik. 3-o'rin. Bektemir tumanida joylashgan Musaffo markaz turar joy majmuasida 77 kvadratli ajoyib 3 xonali kvartiramiz bor yo'g'i kvadrat metri 696, umumiy narxi esa 53 ming dollarga sotilmoqda. 2-o'rin. Bu o'rinda Yashnobod tumanida 8 qavatli g'ishtli uyning 6-qavatida joylashgan xonalari bo'lib qo'yilgan ajoyib xonadonimiz o'rin oldi. Bu xonadonning afzalliklari esa yangi lift allaqachon ishlab turibdi va barcha yerga kuzatuv kameralari o'rnatib qo'yilgan. Bu esa sizni xavfsizligingizni va bolalaringiz osoyishtaligini ta'minlashi aniq. 83 kvadratdan iborat bu xonadonimiz narxi bor yo'g'i kvadratiga 686 dollardan aylanmoqda. Umumiy narxi esa 57 ming dollar. Va nihoyat 1-o'rin. Bugungi kitparatimizdagi liderlik o'rnini esa Yashnobod tumanida joylashgan 78 kvadratdan iborat 3 xonali kvartiramiz 8 qavatli binoning 1-qavatida allaqachon suvoq holatida ham chiqarib qo'yilgan. Narxi esa kvadrat metriga bor yo'g'i 692 dollarni tashkil qiladi. Umumiy narxi esa 54 ming dollar.